Mani ikkinchi homiladorligim va hozir o'zimni his qilishim birinchi homiladorlikka qaraganda вообще boshqacha. Birinchi homiladorligimda ko'p o'ylardim. Qanday qilaman, qanday tug'aman, qanday bo'larkan deb faqat shu narsa haqida o'ylardim. Hozir esa tug'ish haqida emas, o'sha opit bor. Qanday katta qilaman, qanday qilib восстановиться qilaman, judayam переживать qilaman. Qorinda qanday ketkatsam deb agar tanamda bo'lgan o'zgarishlarni o'ylashni boshlasam, faqat aytaman o'zimga, sen butun boshli odam yaratyapsan. O'z ichingda juda muhim ish qilyapsan. Umuman shu narsalarni o'ylab, o'zimni xafa bo'lishga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Va bu bor narsa hozir homiladorlikni men kurortda o'tkazgandek o'tkazyapman. 2 minutlik yo'lda bizning oldimizda Pesochni qumlik plyaj bor. Suv toza, mazza qilib 2-3 soatlab cho'milaman va bu narsa haqida bilaman ko'pchilik orzu qiladi. O'shalarning qatorida men ham shu narsani orzu qilgan odamlardan biriman. 2-3 kun oldin opam bilan eslab o'tiruvdik. Bir-birimizga sog'inganimizni aytib, opamga aytyapman: "Oy, qanday hayotda yashayapmiz a? Sen Toshkentda, men Ispaniyada, ota-onamiz Samarqandda. Juda sog'inib ketdim hammalaringizni" deb aytsam, esimga tushib ketib ta'sirlanib ketdim. Opam eslatdi-da, orzu qilganimizdek yashayapmiz dedi. Keyin esimga tushib ketdi. Hatto 5-6 sinf o'qib yurgan paytlarimiz opamlar bilan faqat o'tirib orzu qilardik-da qanaqa hayotni xohlashimizni va meni fikr hayolimda doimo chegaraga chiqib, mana shunaqa chiroyli vidlarni ko'rib, kinolardagidek hayotda yashash edi. Bilaman, chiroyli hayotni Lyubovda shaharda ko'rsa bo'ladi, lekin men mana shu faqat ichimdan istardim uzoqlarga ketishni. Ko'rdik uzoqda yashash qanaqaligini. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bor albatta. Sog'inch bu birinchi qiyinchiliklardan biri deb o'ylayman. Videoning oxirida hammaga aytmoqchiman, minnatdorchilikni, благодарностni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. Har birimizning hayotimizda yaxshi va yomon narsalar bor. Yaxshi narsalarni ko'proq o'ylab, shularga shukr qilishga harakat qilsak, chiroyli, baxtli hayot hammamiz kechira olamiz. Makiyajimga baho bering, qanday chiqdi?